chop etilgan telefonsiz o'tkazilgan 2 hafta miyani 10 yilga yoshartiradi. AQSh va kanadalik bir guruh olimlar tadqiqot o'tkazib, shunday xulosaga kelishdi. PNS Nexus jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, internetdan vaqtincha voz kechish ruhiy salomatlikni yaxshilashga yordam berishi qayd etilgan. Olimlar tajribada ishtirok etish uchun o'rtacha yoshi 32 da bo'lgan 467 kishini tanlab olgan. Tadqiqotchilar ulardan internetni mustaqil o'chirishni so'rashgan. Shu bilan birga ularning telefoniga mobil internetni to'sib qo'yadigan, biroq qo'ng'iroq qilish va matnli xabarlar yuborish imkonini beradigan ilova o'rnatishgan. Ya'ni telefonning surat va videoga olish, qo'ng'iroqlar va SMS kabi asosiy funksiyalardan foydalanishga ruxsat berilgan, ammo ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish taqiqlangan. Natija ko'pchilikni hayratda qoldirdi. 2 hafta o'tgach, deyarli barcha ko'ngillilar o'zlarini ancha baxtliroq va mamnun his qila boshlaganini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, ular diqqatni jamlash testlaridan muvaffaqiyatli o'tib, so'nggi 10 yil ichida yo'qotilgan kognitiv qobiliyatning tiklanishiga qiyoslanadigan natijalarni ko'rsatgan. Ta'kidlash kerak, tajribada barcha ham internetdan voz kecha olmagan. Ishtirokchilarning atigi 25% 2 hafta offline rejimda qolishga erishgan. Qolganlari esa internetga kirish uchun turli yo'llarni topgan. Xo'sh, qadrli obunachilar, siz smartfoningizdan 2 haftada voz kecha olasizmi? Telefonsiz o'tkazilgan 2 hafta